Assalomu alaykum hammaga. Haval H6 mashinasiga gaz qo'yishgan ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'g'ri, yaxshimisiz? Mana gaz qo'yibsizlar. Ozgina ma'lumot berib o'ta olasizmi aka? Berib o'tamiz. Bunga biza GDI motor hisoblanadi bu. Bunga biza DI 60 NG2 blok управления qo'yganmiz. Visokoskоростной farsunka, girs farsunka qo'yib berganmiz и lavator reduktor bilan foydalanganmiz. Bu mashina GDI hisoblanadi. Ko'pchilik 20 ga 80 deb aytishadi. Buni biza 4,5 ming оборотgacha 100% gazda yuradigan qilib qo'ydik. 4,5 ming оборотdan keyin 30% benzin qo'shadi. 4,5 mingdan pastga tushsa, polni 100% gazda yuradi. 60 bittalik ballon qo'yib berganmiz. Bu aka garantiyalari bo'ladimi? Mana misol motor ketib qolmasligi uchun. Bular garantiya 1 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa umuman bo'lmaydi. Bo'ldi. Rahmat Sinovdan Qo'shroqdan. o'tgan. Rahmat sizga. Sog' bo'lasiz.